Salom, Tvoy Russkiy kanaliga xush kelibsiz. Mani ismim Munira Abdurahimovna. Mutaxassisligim bo'yicha rus tili o'qituvchisiman. Milliy sinflarda 8 yildan beri o'quvchilarga dars berib kelaman. Bu kanalni yurg'izishdan maqsadim o'z bilimlarim bilan bo'lishish. Bu kanal hammaga mo'ljallangan. Bog'chaga boradigan bolalarga ham, maktab o'quvchilariga ham, yoshi kattalarga ham xohlagan odam kanalga kirib, o'ziga mos videoni topib o'rgansa bo'ladi. Shorts videolar qo'yaman. Shorts videolar yosh bolalarga mo'ljallangan. Keyin uzun videolar qo'yaman, gapirib tushuntiraman. Bu maktab o'quvchilari, keyin o'zim mustaqil ravishda rus tilini o'rganadiganlar uchun mo'ljallangan. O'zbek tili men uchun ona til emas, rus tili ham mening ona tilim emas. Men o'zim mustaqil ravishda ikkala tilni o'rganganman, o'zbek tilini, rus tilini. Maktabda ruscha o'qiganman, lekin meni hech kim ko'rgan, ruscha o'qigan deb o'ylamasdi, chunki faqat tushuna olardim, yodlaganlarimni gapira olardim, lekin o'zim mustaqil gap tuzib, biron kim agar bu narsani so'rab qolsa, unga javob bera olmasdim. Kollejga borib rosa qiynalganman, chunki faqat tushunardim, lekin javob qaytara olmasdim. Bironta repetitorga bormadim, hech kimga iltimos qilmadim. O'zim mustaqil ravishda rus tilini o'rgandim. O'zbek tilida ham bemalol gapirishni kollejda o'rganganman. O'zim mustaqil ravishda ikkita tilni o'rgangan va rus tili o'qituvchisi nomidan ayta olamanki, rus tilini faqatgina frazalar bilan, gap yodlash bilan o'rgana olmaysiz. Shuning uchun rus tilini noldan o'rganish uchun meni kanalimga obuna bo'lib qoling, chunki yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Agar siz ham rus tilida talaffuz qilishda qiynalsangiz, aksentim bor, uyalaman, gapira olmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana shu video aynan siz uchun mo'ljallangan. Bu videolardan keyin siz ham bemalol uyalmasdan rus tilida gapira olasiz. Unda mavzuning ikkinchi qismini boshladik. Жизнь, машина, учеба, шелк, хорошего. Bu xato emas. Сейчас разберем. Nima deb o'ylaysiz? Nega j, sh, i harflari i harfidan qochishyapti? Mana shu mavzumizni birinchi qismida, ya'ni oldingi videoda men j, sh, c harflari doimo qattiq talaffuz qilinadi deb aytgandim. Shuning uchun ham j, sh, i harflari i harfidan qochib ketishyapti, chunki ular doimo qattiq talaffuz qilinadi. Agar j, sh, c harflaridan keyin i talaffuz qilinsa, ular yumshoq bo'lib qolishadi. Bu o'tgan videodan parcha. J, sh, c harflari doimo qattiq talaffuz qilinadi. Y, ch, sh harflari doimo yumshoq talaffuz qilinadi. Bu esa qoida. Agar j, sh, c harflaridan keyin i kelsa, j, sh, c emas, j, sh, c deb talaffuz qilamiz. Videoning boshidagi erkak kishining ovozi sun'iy intellektda qilingan. Qarang, sun'iy intellekt qanday chiroyli, soft rus tilida o'qib berdi mana shu so'zlarni. To'g'ri talaffuz qilib berdi. Жизнь, машина, учеба, шелк, хорошего. Buni esa skrinshot qilib olishingiz uchun tayyorladim. Birinchi ustunda harf birikmasi, ikkinchi ustunda misol, uchinchi ustunda qanday talaffuz qilinishi va to'rtinchi ustunda formulasi. Endi keyingi qoidaga o'tamiz. J, sh, ch harflaridan keyin yo harfi kelsa, biz yo deb talaffuz qilmaymiz, o deb talaffuz qilamiz. Masalan, желтый, шелк, черный. Keyingi qoida. Agar so'z o, g, o yoki ye, g, o bilan tugasa, biz ogo, yego deb talaffuz qilmaymiz, aksincha o va yevo deb talaffuz qilamiz. Ahamiyat bering. Ovo emas, ova, yevo emas, yeva. Chunki o harfi juda ham qisqa talaffuz qilingani uchun ba'zi bir so'zlarda a ga aylanib ketadi. Endi misollarni ko'rib chiqamiz. Pervogo yoziladi, pervova o'qiladi. Yego yoziladi, yevo o'qiladi. Kakogo yoziladi, kakova o'qiladi. Mana shu so'zga ahamiyat bering. Mana shu bitta so'zning o'zida ikkita qoida kelgan. O'tgan videoda aytganman, agar o harfi urg'udan oldin yoki urg'udan keyin kelgan bo'lsa, a deb yoki juda ham qisqa talaffuz qilinadi.
Shuning uchun ham mana shu so'zda 3 ta o harfi ham a deb talaffuz qilinadi. Хорошего. Shu bilan mavzuyimizni ikkinchi qismi ham tugadi. Men professional youtuber emasman yoki video montajchi emasman. Qo'limdan kelguncha sizga video tayyorlashga harakat qildim. Agar videoni tayyorlashda xato va kamchiliklar ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib keting. Agar sizni yozganlaringiz o'rinli bo'lsa, keyingi videoda o'shani tayyorlashga harakat qilaman. Agar bironta taklifingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, albatta o'qib chiqaman. Videodan yangi bilim olgan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Ketkazgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Йоу, всем, кто хочет знать русский в совершенстве, это просто главное внимание и усердие. Запомни жи и ши всегда с буквой и пиши, но произносишь их как жи и ши, не спеши. Слово жизнь скажешь жизнь, так красивей, а машина это машина, будь умнее. Видел Жо-шо, смело меняй на о их, желтый станет желтый, шепот, шепот брось их. Окончание аво его это просто ова и его, как в слове первого слышишь первого, вот такого. Практикуйся и твой русский будет просто класс. Yo, rus tilini bilishni xohlaganlarga bu juda oddiy, asosiysi diqqat va tirishqoqlik. Yodda tut, jishi har doim i harfi bilan yoziladi, lekin talaffuzda j va sh deyiladi. Shoshilma. Жизнь so'zini aytsang j, izni shunday chiroyliroq. Mashina esa mashina, aqlliroq bo'l. Shoni ko'rdingmi? Dadil ularni o ga almashtir. Желтый sariq bo'ladi, желтый. Shivirlashni tashla bularni, amaliyot qil va sening rus tiling shunchaki klass, ajoyib bo'ladi.